Kuafuning quyoshni qo'g'lishi. Esta, bu maqolani yozmoq nemoch testo. Ajab beshim qotdi. Qandoq qilaman? Kimsini turmushni obdan kuzatmasin debdi. Nimani yezishimni faqatla bilmayapman. Qo'sug'im echib ketdi. Avval ozroq bir narsa olay. Sen nimancha o'rin? Sendichu Kuafu ro'yining yerimi bo'lgan bo'lsa-mu, yaxshi bo'ladi. Kuafu degan kim? Kuafuning quyoshni qo'g'lishi deganni anglamaganmiding? Bu bir idiom, sana so'zlab beray. Qadimgi zamonda davlatimizning shimolidagi hayvatlik bir tog'da gigant odamlar nasabi o'tgan bo'lib, bu jamoatning nomi Kuafu jamiyati. Jamoat oqsoqilining ismi Kuafu ekan. U nihoyatda qomatlik, kuchtungur, g'ayrat shijoatlik ham irodali kishi ekan. Bir yili bu joyda qattiq qurg'oqchilik bo'ldi. Qurg'oqchilik dastidan yerlar yerilib, ziroatlar butunlay nobud bo'ldi. Daryolarmi qurib ketibdi. Kishilar issiqqa zodili chidayolmabdi. Hey, endi qandoqmi yashamiz? Hammasi mushu quyoshning g'azabti. Men uni tutib, cho'qim o'zimga bosh egdiraman. Shunda qilib Kuafu quyoshni qo'g'laqlayapti. Ben seni tutmay qo'ymayman. Nega qatsankin qani? Az qoldi. Seni tutib olsamla xalqim baxtiyor turmushga erishadi. Mana ozli qoldi. Az qoldi. Az qoldi. Qo'limni uzasamla seni tutib olaman. Ne bo'lib hoshimdan ketgandaman? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Men cho'qim quyoshni tutishim kerak. Cho'qim tutaman. Kuafu tasta o'rnidan turib, quyoshni davomli qo'g'laqmayapti. Rostdan pek usab ketdi. Yo'q. Usuzlig'im hech qonmaydi-ku. Qonmadi. Yana ichay. Kuafu charchash va ochlikdan oxiri o'lib qoldi. Lekin uning to'liq toshgan jasoratidan Tangri ta'sirlanib, quyoshni jazolabdi. Shuningdan e'tiboran uning jamiyatidagilar osoyishlik va ma'murchilik ichida yashayapti. Kuafuning avlodlari Kuafu teg'ini makon tutib, avlod qoldirib, xotirjam turmush kechiribdi. Kuafuning quyoshni qo'g'lishi degan bu idiom sen alohidarak bo'lib, bu ikki mazmunni o'z ichiga oladi. Biri odamda ulug'vor g'oya va jasorat bo'lishi lozimligini. Ammo o'zini chaqlab, qo'lidan keladigan ishlarni qilish kerakligini. Yana biri o'z nishoni uchun jon tikib ko'ras qiladigan ruh nima deyilgan. Bu hikoyada qaysi xil idiyaning qamchilanganligini o'zinglar tushunib olinglar. Buningdan boshqa sizlarga bir xabarni yetkazay. Kuafu o'lib ketgandan keyin uning jismidan bir tog' bino bo'lib, Kuafu teg'i deb atilibdi. Anglashlarga qaraganda bu tog' Xenan o'lkasining Longbao nahiyasi atrofida ekan. Agar qiziqsanglar, berib